Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz Futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Kecha tunda Angliya Kubogining 32dan bir finalda Manchester City va Exeter City o'zaro to'qnashdi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov maydonda to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Manchester City raqibini yanchib tashladi. Hisob 10-1. Abduqodir Husanov raqib jamoa hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Bu videoda Abduqodir Husanovning o'yindagi barcha esda qolarli vaziyatlardan lavhalar tayyorladik. Do'stlar, kechagi o'yin haqida o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim ahamiyatga ega. Do'stlar, bizni chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, videolarimizga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.